Bugungi videomizda avtomat kir mashinalarida ochistka baraban qilishda ikkinchi zo'r usulini o'rgatamiz. Hamma kir mashinalari ham ochistka baraban funksiyasi bo'lmaydi. Oldingi modellarda, mana o'xshagan modellarda bo'lmaydi. Bularda qachonki mana ikki yulduzchani bossa, mana shu ikkovini bossa, ochistka baraban funksiyasiga o'tadi. Juda qiyinroq. Eng oson yo'li va effekti zo'r yo'lini hozir o'rgatamiz sizlarga. 2 qoshiq non soda tashlaymiz. İçiga ko'proq bo'lsa ham ziyoni yo'q. 3 qoshiq 4 qoshiq qadar bo'ladi. Keyin shunaqa olma sirkasi bo'ladi. Любой sirka bo'laveradi, mana shunga o'xshash. Undan ham bir piyola qo'yamiz ichiga. Mana. Bir piyolacha qo'yamiz. Aralashtiramiz soda bilan. Yoqib mashinani yoqamiz. Parovoy sikl yoki xlop bo'lmasa adajda mavsha ko'p nimalarda bo'ladi. Kir mashinamiz parovoy siklga qo'yamizda eng baland mana shu. Harorat mana temperaturani 60-95 eng balandiga qo'yamiz. Shunday qo'yib bosib qo'yamiz bo'ldi xohlasa. Ochistka baraban boshlandi mana. Suvni rosa qaynatib zo'r qilib tozalab qo'yadi. Ichini effektini ko'rib o'zingizlar xulosa chiqarib olasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, like bosib qo'yasizlar.